Sanamda Marlon Sharday aytgan videomiz yangi yangi videolar olyapmiz akalar. Hozirda bizda skidga ketyapti, ya'ni bonusli aksiya. Bu mana shunday turdagi 7 kuchli motobloklar va katta mini traktorlardan oladigan bo'lsalaring, qo'shimcha bitta shurpoyor va bitta plugdan qo'shib beryapti akalar. Mana shu plugdan bitta qo'shib beryapmiz akalar. Hozirda shurpoyorimizni ko'rsatamiz. Birinchi o'rinda akalar mana ko'rishlar mumkin. O'zida ikkitalik akkumulyatorlari mavjud ekan, mana ikkita akkumulyatorlari zaryad qiladiganlari va hamma yoqda mavjud bo'ladi ekan. Tepasida o'zini bolgaga qotiradigan svirlo va samaraj uchun qotiradiganlardan mavjud ekanlar. Ya'ni biz do'konimizga kelasizlar, masalan $500 ga buni xarid qilasizlar yoki 3.800.000 so'mga buni xarid qilasizlar va 4.500.000 so'm yoki 7 satrlarni xarid qilasizlar akalar va bitta shurpoyor va bitta paketga ega bo'lasizlar. Oddiy aksiya akalar. Buning uchun yana bitta sharti bor. Kanalimizga like bosasizlar, obuna bo'lasizlar va kommentariyaga o'tib omad so'zini yozib kelsalaring bo'ldi akalar. Xuddi shunday shurpoyorga ega bo'lasizlar. Buni motobloklarimiz eng asosiy jihati vozdixlari maslini katta vozdixdan joylashgan Skyline firmasini motoblogi bo'ladi akalar. Ko'rishlar mumkin. Motorida masli datchiklari ham bor akalar. Bu nima deydiganlar uchun bu motordagi masli eskiri yoki kamayib ketadigan bo'lsa avtomatik motorni o'chiradi. Bu motorga zashta sifatida ishlangan akalar. Bu mana bunday Kentaur firmasida hozirda mavjud emas. Skidga faqat Skyline firmasidagi traktorlarga, salarkali traktorlarga va 7 satrli traktorlarga va katta 17, 15 va mini traktorlarga davom etmoqda. Bularda ham vozdixlari maslinli bo'ladi akalar, ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerga masli guppasalaring motorga chang o'tkazib yubormaydi. Bu motoblogimiz 173 motorli, ko'rishingiz mumkin. 7 kuchli Kentaurda salarkali motoblogi bo'ladi akalar. Shu videoga like bosasizlar, obuna bosasizlar va kommentariyaga o'tib omad so'zini yozasizlar. Bitta motoblog xarid qilasizlar va tekinga shurpoyor va agat yutib olasizlar. Mana bunday agatlarimizni yutib olasizlar akalar. Shart shunday. Videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsalaring rahmat akalar, jonlaring sog' bo'lsin. Videoga like, podpiska va kommentariyaga o'tib omad so'zini yozasizlar bo'ldi akalar. Sizlarga eng qulay yutish uslubi akalar sizlar uchun. Mana shurpoyorimizda soni cheklangan akalar, shoshilamiz. Motoblog xarid qilganga va like, podpiska, obuna va kommentariyaga yozganga xuddi shunday shurpoyor qo'shib beramiz akalar. Jonlaring sog' bo'lsin. Videoni oxirigacha ko'rganlar uchun rahmat. Like, podpiska yozishni unutmanglar akalar. Biz 1000 ta obunachiga yozgina qoldik.